Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Kelesboho hamda Toshkent viloyat Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 19-27 sonli konturga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 601 gektar bo'lib, ya'ni uzunligi 305 metr, bo'yi esa 200 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda kartoshka mahsulotimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimizni yetishtirish 130-150 kun davom etadi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 38 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Aliyor Fayz baraka MChJ va Istiqbol kooperativi ishlab chiqarishi biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, umumiy miqdorda esa 109 tonnadan oshiqroq hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda esa ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.